Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochirim hayotingizga yaqin kunlarda nimalar kirib keladi? Bu umumiy ochirim azizlarim. Shaxsiy ochirim uchun Telegramga Feride Tarot Kart deb yozsangiz, men bilan bog'lanishingiz mumkin. Niyatingizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Yuragingizdagi katta orzuyingizni o'ylang. Men kartalarimizni ochishni boshladim. Hayotingizda yaqin kunlarda nimalar kirib kelar ekan, qani ko'raylik-chi. Bu kartamiz hayotingizda juda katta imkoniyat kirib kelayotganini ko'rsatmoqda. Ayniqsa pul, ish yoki yangi daromad manbasi bilan bog'liq xushxabar borligi haqida kartalarimiz sizlarga aytmoqda azizlarim. Koinot siz uchun yangi eshiklarni ochmoqda. Bu kartamiz sizga nima demoqchi? Siz uzoq kutdingiz, sabr qildingiz va endi mukofotini oladigan fursatlar sizga yaqinlashyapti demoqda. Hayot shundayki, ilojsiz joydan dunyoni siz o'zingiz yaratasiz. Nimaga bunday deyapman? Bu kartalar ayrim insonlar uchun nikoh, rasmiy hujjatlar, ishlar, davlat bilan bog'liq quvonchli yangiliklar bo'lishi mumkinligi haqida xabar bermoqda sizlarga azizlarim. Siz ko'p kutgansiz, ya'ni nimaiki masalalarga javob kutgan bo'lsangiz, yaqin kelajakda bularga javob olasiz deb kartalarimizda aytmoqda. Bu kartalarimizda sizlar uchun yoqimli xabarlardan birini kartamiz sizga aytmoqchi. Yuragingizdagi orzu ushalishi yoki umuman kutmagan Alloh taraflama voqea hayotingizga bo'lishini aytmoqda. Omad nuri siz tomonga qarab porlamoqda deb kartamizda xabar bermoqda. Keyingi kartalarimizda sizga yoqimli xabar olib keladigan inson yoki hayotingizda his-tuyg'ular bilan keladigan samimiy yangi tanishuv borligini kartamizda aytib o'tdi. U inson mas'uliyatli, ishonchli va sizga yordam qo'lini cho'zishi mumkin bo'lgan inson. Xo'p, hayotingizda muhim bir o'rinni egallashi mumkin bo'la oladigan inson hayotingizga kirib kelish haqida xabar bermoqda azizlarim sizlarga. Lekin sizga bu karta maslahat bermoqchiki, sizni, ya'ni o'zingizni cheklab qo'yadigan qo'rquvlar, insonlarni salbiy, nosog'lom fikrlarni chalg'itishiga yo'l qo'ymang. Men qila olmayman degan fikringizdan voz keching deb kartamizda aytmoqda. Sababi inson qanchalik qila olmayman, qo'limdan kelmaydi degan sari fikrlaringiz o'zingizni yo'lingizni to'sib qo'yishi mumkinligi. Har qanday ish bo'lmasin, tavakkullik bilan, ixlos bilan boshlasangiz, Robbim sizga berish haqida kartalarimizda aytmoqda. Siz yaxshi bo'ling, yomonlar bilan sinalasiz. Sodiq bo'ling, vafosizlar bilan sinalasiz. Boshingizga qiyinchilik tushganda kimligini bilasiz. Tavakkullik bilan nimaiki ish boshlasangiz, Robbim sizga bergan ne'matlarni ko'rishingiz mumkin, ya'ni ko'rasiz deb kartalarimiz sizga shunday deb xabar bermoqda azizlarim. Oxirgi kartalarimizni ko'raylik-chi. Xo'p, sizlar uchun bu kartalarimiz hayotingizda yaxshi, ijobiy boshlanayotgani haqida bildirmoqda. Taqdiringiz ham, Alloh ham siz uchun kutilmagan g'oyibona baxt, omad, quvonchlarni tayyorlab qo'ygan.
Hayotingizdan voz kechmasdan, ya'ni so'raganingiz sari siz tomonga yaxshi kunlaringiz yaqinlashayotganini aytmoqda. Faqatgina siz o'zingizga va oldingizga qo'ygan, ya'ni chiqadigan imkoniyatlarni boy bermasligingiz haqida kartalarimiz sizga bugungi ochirimlarda xabar berdi azizlarim. Xo'p, bugungi ochirimimiz shulardan iborat edi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like hamda komment yozishni unutmang. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha Alloh barchangizni yo'llaringizni ochsin. Sog' bo'linglar.